Keling, Dinakortda 1600 taligi 3-versiya, narxlari arzon, reviewlar saqlanib bo'ladigan kerakmi? Bo'lmasa qani? Videomizni so'rasanglar, hozir sizlarga narxlar bilan aytib o'tamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum, qadrli qadrdon ko'kalarimiz. Xo'p, Dinakort, ya'ni 3-versiya 1600 talik bo'ladi. Hech reklama qilmagan ekanmiz. Ko'rishingiz mumkin, ushbu Dinakortimiz, ya'ni 12 ta mono kanal deyiladi. Ya'ni 4 ta stereo kanal. Stereo kanalga planshet, notebook, telefon ulasak bo'laveradi. Mana bu ko'rib turgan joylar esa ko'pchilik aka-ukalarimiz endi mana shu joyi bo'rtib chiqqan bo'lish kerak deydi. Endi shunaqasi va yoqqaninglarda kullari bitta yonadi, keyin o'chadi. Nimaga desanglar, faqat yondi, o'chdi. Faqat ya'ni nagruzka bo'lganda kullerlari ishlaydi. Reverlari ko'rdinglar, mana o'zi avtomat saqlanib bo'lgan. O'zi 5.55 bo'ladi. Bunda hozir saqlanib bo'lib qolgan. Orqa tarafiga keladigan bo'lsak, orqa taraflari mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyi qora bo'lsin deydi, kullerlari shunaqa bo'lsin deydi aka-ukalarimiz va nakleykalarni ko'rishingiz mumkin. Xullas, ukalar, signali baland, reveri qotadi. Narxi ham arzon. Necha pul degan aka-ukalarimizga ko'rib turganingdek, ushbu Dinakort 3-versiya 1600 taligimizni 7 million so'm qo'yganmiz akalar. Bosib oladigan joyi.